Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haram-i Sharifda kitob ikkimiz xursandchilik bo'yicha siz azizlarga xushxabarni yetkazmoqchiman. Xabar bizni millatimizni ancha haliyam uyg'oq millat ekanligi, qalbi toza, qalbi daryo xalq ekanligini isbotini sizlarga bir ulashmoqchiman. Ko'pchilik o'qidi, qovurilgan piyoz degan maqolani qo'ygan edim. Bizga tanish inson edi u. Yaxshi, solih inson edi. Shunaqa maktubga yozib, yomon ta'sirlanib o'zimizdan. Ko'paylik desak, Toshkentda ko'rsakan bo'lar. Biz Andijon ketib qolgan ekan. Keyin qudrat ma'nosida qo'ydik. Bir keyin so'ragani yo'q, kartamni qo'yib bering degani yo'q. Hech narsa so'ragani yo'q. Holatiga shukur qilib, vaziyatidan xursand bo'lib, haqiga duo qilib, patriotizmga qo'ydim. Endi shaxsiyim to'lib ketdi. Kartasini bering, telefonini bering, ishonasizlarmi? Hatto davlat miqyosidagi insonlar ham chiqishtirdi alohida. Hatto Andijondagi hoziyot muftiy hazratlarini tashabbusi bilan alohida shu xonadondan xabar olishdi. Xonadondagi xursandchilikni endi tasdiq qo'ya olasiz. Qovurilgan piyoz juda mazali taom, to'g'ri. Lekin buni xayriyasi, buni ehsoni undan-da mazali bo'ldi. Barchalarga tashakkur. Maqsadimiz qandaydir pul yig'ish masala rostdan, o'shaning uchun katta qo'ymagandik. Lekin so'ragan odamlarga, so'ragan yaqinlarimizga tashadik. Zakot bermoqchi bo'lganlar, xayriya qilmoqchi bo'lganlar imkon qadar yordam qildi. Lekin muftiy hazratlarini bu masalaga bosh qo'shgani, Andijondagi hoziyot alohida e'tibor bergani uchun ularga tashakkur etamiz. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlarga o'xshagan shu xalqimizning uyg'oq vakillari, qalbi daryo vakillari, taqvo bor qalbida, ehsoni bor qalbida insonlar ko'paysin. Inshaalloh kelajak buyuk bo'lishini bir belgisi mana shu. Alloh taolo yaxshiliklarda hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.